ota-onasini suratini ko'rib yig'laydiganlar, ota-onasini sog'inganlar, xizmatini zo'r qilishga ulgurmagan birodarlar agar qaytib kelganda nimalarni muhayyo qilib berardinglar? Agar qaytib kelishganda nimalarni muhayyo qilib berardinglar? Ota-onasi tiriklar ana shu pushaymonni yemasligi uchun boshimizga qo'ngan qush ular. Pirratib uchib ketishi mumkin. Xizmatini qilib qolaylik, duosini olib qolaylik. G'animat bilaylik. Onasi bilan yashaydiganlar kunora ayolingizga, o'g'lingiz yoki qizingizga bir narsani ko'tarib kirasiz. Albatta onangiz buni ko'rib turib xursand bo'ladi, oilasiga olib kelyapti deb. Lekin sizdan bir ozgina e'tiborni xohlaydi. Falon pulli narsa bo'lish shart emas. Bitta paypoq kim otasini o'ldiradi deb qo'yadi. Sizga aytmaydi, ukangizga aytadi, akangizga aytadi. Tushunarlimi? Xitoyga borasizlar, Turkiyaga borasizlar, hajga borasizlar, Germaniyaga borasizlar, Koreyaga borasizlar, borganda spiska bilan podarka olishni boshlaysiz. Onangiz bilan otangizdan boshlang. Chunki 5 yil qoldimi, 10 yil qoldimi Alloh biladi. Xotinga, o'g'ilga, qizga bir narsa ko'tarishdan avval ota-onaga mo'chontakka solib qo'ying bir narsani. Chunki g'animat. Bir aylanib kelaylik deb, enani qoldirib qo'yib, otani qoldirib qo'yib chiqib ketaveradi o'g'il bola, xotinini, bolalarini olib. Xursand bo'ladi ota-ona, bola-chaqasi yaxshi qarayapti deb, lekin ozgina e'tiborni xohlaydi. Boradimi, yo'qdimi so'rab qo'yaveraylik. Dada, oyi, borasizmi? Men ketyapmiz, yuring. Chiqib ketayotganda emas. Darvozani yopib qolayotganda emas. Kelib bormoqchi bo'lgan paytingizda, rejalashtirayotganingizda, menga bormoqchimiz, vaqtingiz bormi? Toqatingiz bormi? Xohlaysizmi borishdi? Zaynul Obidin Ali ibn Husayn onasi bilan bir tovoqdan ovqat yemas ekan hech ham. Bir tovoqdan ovqat yemas ekan. Nima uchun bunday qilasiz desa, bitta tovoqdan ovqat yesam, ehtimol onam olmoqchi bo'lib turgan luqmayni ertaroq olib qo'yishim mumkin. Dilini ortib qo'yishni xohlamayman. Shuning uchun alohida yeyman der ekan. Birrul volidayn va ota-onaga oq bo'lishlik. Bu ikkalasi hech qachon teng bo'lmaydi. Biri duolari ijobat qilingan, hurmat ko'rsatilgan banda bo'ladi. Ikkinchisi esa mal'un bo'ladi. Va qado robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishlaringizni hamda ota-onalarga yaxshilik qilishlaringizni amr etdi. Ota-onaga yaxshilik qilishlik Alloh azza va jallaning buyrug'i. Ko'zimizni katta ochaylik. Har qancha taqvodor bo'laylik, har qancha ibodatxon bo'laylik, agar ota-onamizni rozi qila olmasak, qilayotgan amallarimiz habada bo'lib ketishiga xavf bor.